Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Jamoamiz bilan bitta yaxshi ishga qo'l urdik. Bemorlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, bizni kuzatuvchilardan, umuman aytganda xalqimizdan kelgan bir nechta savollar bor. Oldindan plan bor edi, rejamizda bor edi, hech vaqt ajrata olmayotgandik va nihoyat vaqt ajratdik. Ya'ni shu savollarga, xalqimizdan kelgan savollarga to'liqroq, batafsilroq ma'lumot berishga. Birinchi savol: grija faqat og'ir yuk ko'targanda paydo bo'ladimi yoki uning biz bilmagan boshqa sabablari ham bormi? Bu juda to'g'ri savol. Ko'p bemorlarni beradigan savoli. Man grija bo'lib qolman, konsultatsiyaga kelganda man lekin og'ir narsa ko'tarmadim, u qanaqasiga menda grija bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Agar og'ir yuk ko'targanda grija bo'lgan deydi, qishloqda yashayotganlarni mana bu qurilishda ishlayotganlarning ko'pchiligi grija bilan og'rigan bo'ladi. Lekin aslida statistikani oladigan bo'lsak, ularda kamroq bu muammo. Passivniy hayot tarzi bilan shug'ullanayotganlarda naborot grija ko'proq. Sababi qurilishda ishlayotganlar, qishloqda yashayotganlarda ularda aktivniy hayot tarzi ko'proq, ya'ni ko'proq mehnat qiladi. O'shani hisobida umurtqasi sog'lom. Sodda qilib aytsak, shaharda yashayotgan, kam harakat qilayotgan insonlarga nisbatan ko'proq harakat qilayotgan, og'irroq mehnat bilan shug'ullanayotganlarda umurtqasi sog'roq bo'ladi. Ya'ni o'shani hisobida nisbati, grija bo'lish nisbati ancha past bo'ladi. Ko'plar o'ylaydi, mana bir narsa ko'tardim, uyda mebel ko'taruvdim yoki qanaqadir og'irroq narsa ko'taruvdim, grijam chiqib ketdi deydi. Ular o'ylaydi, man shu og'ir ko'targanimda grija bo'lib qoldim deydi. Bu unga bog'liq emas. Og'ir ko'tarish faqat bitta sabab. Ya'ni sizda diskingiz уже degeneratsiyaga uchrab, degani oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, ichidagi to'qimasi o'lib bo'lgan, уже tayyor. Sizda og'ir yuk ko'tarishingiz bitta sabab bo'lib qoldi xolos. Yuk ko'targanda disk cho'kadi, ichidagi davleniyasi oshib, qaysi joyda, ya'ni slabiy joyi bo'lsa devorida, o'sha joydan yirtib tashqariga chiqib ketadi. Bizda keyingi savol: nima uchun ba'zi odamlarda katta o'lchamdagi grija hech qanday belgi bermaydi, boshqalarda esa kichkinasi ham kuchli og'riq chaqiradi? Bu juda o'rinli savol. Grijani razmeri bu ahamiyatga ega narsa emas, ya'ni davolash taktikasiga. Agar sizda umurtqa pog'oningiz kanali keng bo'lsa, grija, katta razmerdagi grija ham nervingizda unaqa qattiq ezmaydi, chunki joy yetarli. Grija chiqqan taqdirda ham joy yetarli, o'shani hisobida qattiq og'riq bermaydi. Unaqa holatda bemorga ko'p bezovta qilmasligi mumkin. Lekin imенно nervingizni ostidan chiqib ketsa, sizda umurtqa kanali tor yoki stenoz deydi, umurtqa kanalingiz ikkilamchi torayib qolgan, o'zi shundoq ham nerv uchun joy kam, lekin kichkina grija ham chiqib ketsa, nerv ostidan qattiq og'riq berishni boshlaydi. Ya'ni bu degani bu davleniya bilan bog'liq. Katta grija chiqdi, umurtqangiz kanali keng, u nervingizni qattiq ezmaydi, shuning uchun og'riq unaqa bermaydi. Umurtqa shundoq ham tor, nerv uchun joy kam, kichkina grija chiqqanda u qattiq og'riq beradi. Bitta razmer ahamiyatga ega emas, umurtqani holati, kanalni holati, nervda joylashishi juda muhim ahamiyatga ega. Keyingi savolimiz: grija va protruziyaning farqi nimada? Bu farq davolash usulini qanday o'zgartiradi? Yozib bergan radiolog deymiz, MRTni xulosasini yozadigan, protruziya, grija deb yozib berishi mumkin. Lekin bu diagnoz emas hech qanaqa. Bu hech narsani hal qilmaydi. Protruziya degani, ma'lumot beraman, bu umurtqangizni diski bo'rtib turibdi, lekin hali yirtib chiqib ketmagan. Grija degani o'sha fibrozning kapsula deydi. Fibrozning kapsulani yirtib tashqariga chiqsa, unda o'sha grija hisoblanadi. Simptomi: grijada ham kuchli og'riq berishi mumkin, bermasligi mumkin. Protruziyada ham kuchli og'riq berishi mumkin, ba'zida bermasligi mumkin. Bu nervingizda qanchalik darajada siqilishiga bog'liq. Keyingi savol: MRT xulosasidagi degenerativ o'zgarishlar so'zi nimani anglatadi? Bu qanchalik xavotirli? Degenerativ degani bu umumiy narsa, ya'ni degeneratsiya degani normal holatdan anormal holatga o'tish, ya'ni disk oziqlanishini buzilishi, sustavlar oziqlanishini buzilishi, umurtqani suyaklarining holatini o'zgarishi, bu hammasi bitta qilib degenerativ holat deyiladi. Bu yoshga xos kechadigan holat. Kimdandir bu narsa ertaroq boshlanishi mumkin, kimdandir o'sha vaqtida boshlanishi mumkin. Bu unaqa xavotirli emas, asosan yoshga xos xususiyat bo'lgani uchun ham unaqa xavotirli holat deb baholanmaydi. Keyingi savolimiz: grija yosh tanlaydimi? Nima uchun hozir yoshlar orasida ham bu kasallik ko'paymoqda? To'g'ri, oldin yoshi kattalarda bu narsa bo'lgan. Nega hozir yoshlar orasida ko'payib ketyapti deb savol to'g'ri tuzilgan. Chunki
Yashash yaxshilangan sari, ya'ni shahar hayotida yashash yaxshilangan sari insonlarni harakati kamayib ketyapti. Bu birinchi sabablardan bittasi. Yoshlarda ham ko'plar kompyuterda o'tiradi, asosan ofisni ishda harakat yetarli emas xullas. O'sha kam harakatlilikning hisobidan yana bitta muammo bor, u ortiqcha vazn. Hozir biz yoshlarimizda ham ortiqcha vazn juda ko'payib ketgan. O'zi kam harakat hisobida umurtqada degeneratsiya tepada aytganimizdek disklarni oziqlanishi bilan muammo boshlanadi. Uni ustiga yana vazn qo'shilib, ya'ni o'zi nosog'lom diskni o'zini imkoniyatidan 2-3 barobar ko'proq ish qilishga, ko'proq yuk ko'tarishga biz majbur qilamiz. O'shani hisobida hozirgi kunda reja bilan bog'liq muammolar yoshlarda ham tez-tez uchrab turibdi. Keyingi savol, umurtqa pog'onasining tug'ma o'ziga xosligi, masalan, skolioz grija xavfini oshiradimi? To'g'ri savol. Skolioz deganda umurtqa qiyshiq bo'ladi. Bu albatta har bitta diskka nagruzka tushiradi. Ya'ni qaysi tomonga ko'proq umurtqa egilgan bo'lsa, o'sha tarafdagi disk ko'proq nagruzkada ishlashini to'g'ri keladi. Keyinchalik o'sha sohadan grija bo'lish ehtimoli ko'payib boraveradi. Chunki buni o'zimizda praktikamizda ko'rganmiz. Skolioz bor bemorlarda imini qiyshaygan tarafda grija ko'proq chiqishini. Keyingi savol, ortiqcha vazn grijaga qanday aniq mexanizm orqali ta'sir qiladi? Ortiqcha vazni bor hamma inson bu grija bor degani emas. Bu noto'g'ri agar kimda shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa. Grijasi bor insonlarda ortiqcha vazn bo'lsa, ya'ni beli og'riq, oyog'ida og'riq berayotgan insonlarda ortiqcha vazn bo'lsa, maslahatim ortiqcha vaznni yo'qotish kerak. Chunki to'g'ridan to'g'ri bosimni hisobida yana ham grijani ko'proq chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki o'zi shundoq ham disk sog'lom emas, sizda ortiqcha vazn bor. Agar siz vaznni yo'qotmasangiz, sog'lom diskingiz o'zini imkoniyatidan ko'proq funksiyani bajarishga to'g'ri keladi. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun diskni nagruzkani kamaytirish uchun vес tashlash kerak. Davolashning noan'anaviy va psixologik jihatlari. Birinchi savoli, grija o'z-o'zidan so'rilib ketadimi? Bu qanchalik haqiqatga yaqin degan savol kelgan. Bu to'g'ri. Masalan, hayotimizda, tanishlaringizda, o'rtog'ingiz yoki qarindoshda kimdadir shunaqa holat ko'pchilikda uchraydi. Beli og'rib, oyog'i og'rib qoladi, lecheniya oladi masalan, mutaxassisga bormaydi, MRT qilmaydi. Lecheniya oladi. Lecheniya bilan og'riqlari qolib turib, sal og'rib yurishi mumkin, keyin og'riqlardan butunlay xalos bo'ladi. Bunaqa holat rosa ko'p insonlarda, rosa ko'p ko'raman. Grijasi bor, mani oldimda ham kelgan, bir xillari hatto operatsiya qildiraman deb kelgan, lekin simptom unaqa kuchli emas. Medikamentnoz lecheniya taklif qilingan, dori ukollar bilan lecheniya qilingan, keyin sport bilan shug'ullangan, yarim yil, 1 yildan keyin MRT qilib keladi, MRTda so'rilib ketgan grija. Organizmni o'zi yemirib yo'qotishi mumkin grijani, lekin hech qanaqa dori ukol yo'q, uni to'g'ridan to'g'ri so'rib yo'qotadigan. Nima uchun ba'zi bemorlarda dori-darmonlar va fizioterapiya yordam bersa, boshqalarga deyarli ta'sir qilmaydi? Bu sizda qanaqa patologiya borligiga bog'liq. Agar sizda umurtqangizda mexanistik, ya'ni nervingizda mexanistik hech narsa ezib turmasa, umurtqangizdagi og'riqlar yoki bo'lmasa oyoqqa beradigan og'riqlar bu umurtqani yoki nervlar atrofidagi shamollashni hisobidan bo'lsa, fiziolecheniyalar, dori-darmonlar yaxshi yordam beradi. Chunki fiziolecheniya, dori-darmondan keyin sizdagi yallig'lanishlar ketadi, o'z-o'zidan og'riqlar ham yo'qoladi. Agar sizda realniy nimadir grija yoki bo'lmasa boshqa stenoz deydi, kanal torayib, nervingizni ezib qo'ygan bo'lsa, bu oladigan muolajalaringiz vaqtinchalik ta'sir qilishi mumkin yoki umuman ta'sir qilmasligi ham mumkin. Keyingisi, blokada muammoni hal qiladimi yoki shunchaki og'riqni vaqtincha o'chirib qo'yadimi? Uning qanday xavflari bor? Juda ko'p bemorlar keladi. Blokada olsam bo'ladimi? Blokada hozir yuqorida aytgandek, agar sizda umurtqangizda yallig'lanish bo'lsa, hech narsa ezmayapti nervingizni, blokada olsangiz yordam beradi. Agar sizda muammo mexanistik, ya'ni ezib turgan bo'lsa, kanalingiz yopilib qolgan bo'lsa, nervingizni qattiq ezib qo'ygan bo'lsa, bunaqa holatda maslahatim blokada qilish noto'g'ri. Sababi blokada qilganda sizda ya'ni sezuvchi nervingiz o'chadi, og'riqlarni sezmaysiz. Siz o'ylaysiz, men yaxshi bo'ldim deysiz. U sizni minusingizga ishlaydi. Chunki yaxshi bo'ldim deb harakat qilasiz. Og'riq aslida insonning himoya reaksiyasi bu. Sizda og'riq bo'lmagandan keyin harakat qilasiz, nervingiz yana ham ko'proq ezilishni boshlaydi va keyin oyoqda slabis beradi. Ya'ni kuchi, quvvati pasayib ketadi. Bunaqa bemorlar rosa ko'p keladi.
blokada oldim, og'riqlarim qoldi, man yaxshi bo'ldim deb o'yladim, lekin oyog'imda uvush ko'payib ketdi, oyog'imda kuchi kamayib qoldi, даже oyog'i ishlamay qolgan bemorlar ham bor. Maslahatim bunaqa qilib ko'ring. Keyingisi manual terapiya. Osteopatiyaning grijani davolashda o'rni qanday? Ko'plar o'ylaydi, belim og'rib qoldi deydi. Bel og'rib qoldi degani sizda bu har doim ham grija degani emas. Bel og'rishi sababi juda ko'p. Yetarli harakat bo'lmasligi mumkin, shamollash bo'lishi mumkin, mushaklarni tortishi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa umurtqangizni sustavlarni nagruzkani hisobida yallig'lanishida ограничение qilib yurg'izmay qo'yishi mumkin. Bunaqa holatda rastяжка deydi, yana umuman mushaklarni cho'zishi amaliyotlari o'sha osteopatiya, manual terapevtga borsangiz yordam beradi. Lekin sizda umurtqangizda realniy muammo bo'lib turib, nervingizni nimadir qattiq ezib turganda manual terapevtga borish, osteopatga borish bu to'g'ri yo'l deb hisoblamayman. Chunki bunaqa bemorlarim rosa ko'p. Manual terapevtga borib massaj qildirgan, osteopatga borgandan keyin ahvoli og'irlashib, ba'zilarida hatto oyog'i ishlamasdan kelganlari ham bo'lgan. Yaxshi manualniy terapevtlar bor. Birinchi MRTingizni ko'radi, MRTingizda muammo bo'lmasagina sizga manual terapiyani taklif qiladi. Maslahatim, agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, manual terapevtga boradigan bo'lsangiz, birinchi MRTingizni ko'rsatishingiz kerak. MRTingizda o'q olsa, ko'ra bilsa, muammo bo'lmasa, o'tqiz bilan bog'liq keyin manual terapevtda muolajasini olishingiz mumkin. Keyingi savol, giyohlar, zuluk qo'yish yoki banka qo'yish kabi xalq tabobati usullari grijaga qarshi samaralimi yoki bu shunchaki platsebo ta'sirmi debdi. Bunaqa bizni xalqimizda rosa ko'p. Nasalarga chaqtiradi, zuluk qo'ydiradi, ba'zi joylarda bor terini kuydiradi. Bular hammasi chalg'ituvchi terapiya hisoblanadi. Oyoqdan osish bor, belni cho'zish bor. Bularni hammasi ko'r-ko'rona qiladigan ishlar. Ya'ni umurtqangiz bilan bog'liq muammo bo'lmasa, olsangiz bo'lishi mumkin, sizga yordam berishi mumkin. Lekin aslida umurtqangiz bilan bog'liq realniy muammo bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlar sizni holatingizni yaxshilash emas, naborat og'irlashishiga olib keladi. Chunki bunaqa bemorlarni rosa ko'pini ko'rganman. Ya'ni sizni muammoingizni hal qilaman deb, siz ham o'zingizni muammoingizni hal qilaman deb borasiz, lekin o'zingizni muammoingizga qo'shimcha yana bitta muammo orttirib olishingiz mumkin. Maslahatim, to'g'ri vrachga borish kerak. Agar u vrachni o'zi MRTni yaxshi o'qib olsa, sizni ko'rib o'zi aytadi. Masalan, man ham ba'zida jo'natishim mumkin shunaqa xalq tabobatiga. Qumga ko'milish bor, issiq vanna qilish, giyohlar surtish, u ham yordam beradi, agar sizda umurtqangiz bilan bog'liq muammo bo'lmasa. Keyingisi, operatsiya qachon yagona to'g'ri yo'l hisoblanadi? Operatsiyadan keyingi hayot qanday o'zgaradi va reabilitatsiya qancha davom etadi? Juda muhim savollardan bittasi. Ko'pchilik insonlarda shunaqa narsa bor, operatsiya qildirma deydi. Ya'ni operatsiyadan qo'rqish bor. Bu to'g'ri deb hisoblayman, chunki ochiq operatsiya qilinganda asorati ko'p bo'lgan, o'shani hisobida bir xilla yurolmay qolgan. Shu narsa bemorlar orasida, endi o'zimiz xalqimiz orasida yurib, ya'ni bu katta mifga aylanib ketgan. Чтобы operatsiya qildirsang, nogiron bo'lib qolasan degan narsa. Zamonaviy meditsinada bu narsa уже eskiligicha qoldi. Chunki zamonaviy meditsina bizga ko'rsatib berdi, operatsiyani agar endoskop orqali qilinadigan bo'lsa, xavfsiz amalga oshirsa bo'ladi. Operatsiya qachon qilinadi? Agar sizda grija chiqib, o'ta qattiq og'riq berdi yoki oyoqda srazi uvishlar boshlandi, oyoqda kuchi pasaydi, unaqada tezroq operatsiya qilish kerak, chunki nerv o'lib qolishi mumkin. Og'riq bir boshlandida lecheniya qildingiz, lecheniyadan keyin og'riqlar pasaydi, lekin oyoqda uvish boshlandi, sezish pasaygan, kuch kamaygan. Bunaqa holatda siz yaxshi bo'laman, yaxshi bo'lyapman-ku deb o'ylashingiz mumkin. Aslida bu yomonlashayotganini bildiradi. Shunaqa holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, unda tezroq operatsiya qildirish kerak, nerv o'lib qolishi mumkin. Ba'zi birovlarda yurishda muammo paydo bo'ladi, uzoq masofaga yurolmaydi, oyog'ida kuchi kamayib, o'tirgisi kelib qoladi. Bunaqa holatda ham operatsiya qilish kerak. Chunki nerv o'sha funksiyasini yo'qotyapti degani. Keyingisi, lazerli, endoskopik va an'anaviy grija operatsiyalarining bir-biridan qanday afzalliklari va kamchiliklari bor? Ochiq operatsiyada to'g'ri, ochiq operatsiyada aniqlik miqdori pastroq, o'shani hisobida asorat ko'proq. Endoskopda
aniqlik o'ta yuqori darajada. Shuni hisobidan xato qilish protsenti juda past. Endi bu albatta xirurgni tajribasiga ham bog'liq. Agar xirurg tajribali bo'ladigan bo'lsa, endoskopda operatsiya qilganda xavfsiz o'tkazib bera oladi. Chunki men o'zimni praktikamdan kelib chiqib aytaman. Hozirgacha уже 4 mingdan oshgan operatsiya bo'lsa, qilgan operatsiyalarim shu paytgacha birorta bemorda глубокий qanaqadir nervda zararlanish, поврежденияsi bo'lmagan. Bu degani, ya'ni ko'rsatib turibdiku, statistika, ya'ni endoskopik operatsiya ochiq operatsiyadan ancha xavfsiz. Davolanish jarayonida bemorning o'zi yo'l qo'yadigan eng katta xatolar nimalardan iborat? Eng katta xatosi bugungi kunda man fikrim, belida og'riq, oyog'ida og'riq boshlanib qolsa, to'g'ridan to'g'ri vrachga emas, birinchi o'rinda tabibga yoki xalq tabobatiga murojaat qilishi. Bu yaxshi narsa deb hisoblamayman, chunki xalqimiz hammasi o'qigan, o'qimishli insonlar. Mani maslahatim shunaqa: belgilar boshlandimi sizga manual terapevtga bel cho'zdirish, oyoqdan osirish, har xil yana sonlari juda ko'p bu narsani. Shunaqa narsalarga to'g'ridan to'g'ri bormasdan sal o'ylab, fikrlab, MRT qilib yoki bo'lmasa MRT qilmasdan to'g'ri mutaxassisga borsangiz, mutaxassis sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Keyingisi, surunkali og'riq bilan yashash insonning shaxsiyatiga, kayfiyatiga va ijtimoiy hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu juda muhim narsa. Ba'zi bemorlarni ko'rganman. Uzoq vaqt davomida surunkali og'riq hisobida uyqu yaxshi emas. Bu uyquni yaxshi bo'lmasligi o'z-o'zidan psixologik o'zgarishlarga olib keladi. O'zini shaxsiy hayotida, atrof muhit bilan bog'liq o'rtoqlari, ishxonadagi tanishlari bilan munosabatlarini ham buzilishiga olib keladi. Bunaqa og'riq bilan uzoq vaqt yashash faqat ruhiy tarzning o'zgarishi emas, umuman hayot tarzining o'zgarishi, umuman insonning karyerasi, hamma narsaga bog'liq. Agar sizda shunaqa xronический, ya'ni surunkali belda, oyoqda og'riqlar qiynayotgan bo'lsa, maslahatim uni tezroq hal qilish kerak. Hop, biz savollarni 3-qismiga o'tamiz. Ya'ni turmush tarzi, ovqatlanish va profilaktika bo'yicha savollar. O'tirib ishlaydiganlar uchun ideal o'rindiq va stol balandligi qanday bo'lishi kerak? Soatiga necha daqiqa tanaffus qilish zarur? Bu juda muhim savol. Bugungi kunda zamonaviy taraqqiyot vaqtida bu juda muhim, chunki ko'p ishchilarimiz asosan ofisda ishlashadi. O'tirganda asosan osankani to'g'ri ushlab o'tirishga harakat qilish kerak. O'tirganda uzoqi 1,5 soat, 1,5 soatdan ortiq o'tirish kerak emas, chunki 1 soatdan o'tdimi, 1,5 soat orasida mushaklarimiz charchashni boshlaydi. Mushak o'zimizni, tanamizni vesini ko'tarib tura olmaydi. Ya'ni bu degani, keyin 1,5 soatdan keyin nagruzka umurtqa disklariga, bo'g'imlariga tushishni boshlaydi. 1,5 soat ishladingizmi, orada 10 minut tanaffus qilib, yengil gimnastikalar qilib, yana ishingizni davom ettirishni maslahat beraman. Keyingisi, yugurish, sakrash kabi sport turlari grija uchun zararli degan fikr to'g'rimi? Qanday sport turlari bilan shug'ullanish mumkin? Sport turini organizmga zararli deyolmayman. Yugursangiz, sakrash mumkin, agar sizda umurtqa bilan bog'liq muammo bo'lmasa. Agar sizda umurtqa bilan bog'liq muammo bo'lsa, yugurish, sakrash, ya'ni futbol o'ynash, og'ir narsa ko'tarish, bu sizni sog'lig'ingiz uchun juda yaxshi emas. Ya'ni bu muammoni ko'payishiga olib keladi. Agar sizda umurtqa bilan bog'liq muammo bo'lmasin desangiz, yugurish, sakrash, sport, futbol o'ynash, boshqa sport turlariga qo'shimcha suzish sportini ham hayotingizga qo'shishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni bu sizda kelajakda bo'ladigan muammolarni oldini oladi. 4-qism savollarga o'tamiz. 4-qism savollar: mashqlar va jismoniy faollik. Grija bo'lganda turnikka osilish mumkinmi? Bu foydalimi yoki zararli? Bu asosiy trendda bo'lgan savollardan bittasi. Ko'p bemorlar so'raydi. Ya'ni turnikka osilsam qanchalik foydali? Turnik yordam beradi ba'zi hollarda. Ba'zi hollarda grijada turnikka osildim, og'riqlarim o'tib ketdi deydi. Agar kichkina grija yetib chiqqan bo'lsa, turnikka osilsangiz, umurtqangiz cho'ziladi, o'shani hisobida orqasiga qaytib kirishi mumkin. Bu yordam beradi, yordam bermaydi deya olmayman. Yordam beradi ba'zi hollarda, har doim ham emas. Turnikni 100% sizni grijangizga optimal yechim deb bo'lmaydi.
u asosan yelka mushaklariga yaxshi yordam beradi baquvvatroq qilish uchun. Agar sizda umurtqangizda kattaroq yirtilgan bo'lsa, turnikka tortilganingizda umurtqangiz cho'zilgani hisobida yana ham kattaroq ochilib, ko'proq massa tashqariga chiqib ketsa, sizda muammoyingizni yaxshi tarafga o'zgarish emas, yomon tarafga o'zgartirib qo'yishi mumkin. Maslahatim, birinchi mutaxassis bilan uchrashib, agar muammo bo'lmasa umurtqangiz bilan, turnik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Egilish, burilish harakatlari nima uchun grija uchun xavfli hisoblanadi? Grija uchun xavfli hisoblanishi, sizda grija bo'lsa, tashxis qo'yilgan bo'lsa, bu harakatlarni qilsangiz, yuqorida aytganimdek grijani darvozasi kattaroq ochilib, tashqariga ko'proq massa chiqib ketadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri operatsiyaga olib kelishi mumkin. Sizda umurtqangiz bilan bog'liq muammo bo'lsa, bu harakatlarni qilmaganingiz ma'qul. Keyingi savol: og'riq paytida harakat qilish kerakmi yoki to'liq tinchlikni saqlash afzalmi? Agar sizda belda yoki oyog'ingizda kuchli og'riq boshlansa, maslahatim ma'qul pozitsiya, ya'ni ma'qul pozitsiyani toping. O'zizga qulay pozitsiyada, qaysi pozitsiyada og'riq pasaysa, o'sha pozitsiyani topib yotgan ma'qulroq. Chunki turib yursangiz diz cho'kishni boshlaydida, umurtqani nervlari, kanal ichidan o'tgan nervlarga, ya'ni kanal ichida bosim oshib, nervlarga bo'lgan davleniya oshib, og'riqlarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Sizga qulay bo'lgan pozitsiyada turganingiz yaxshi. Keyingi savolimiz: grijasi bor odam qancha og'irlikdagi yukni ko'tarishi mumkin? Og'irlikni to'g'ri ko'tarish texnikasi qanday? Grijasi bor odamlarda o'zi og'ir narsa ko'tarish tavsiya qilinmaydi. Chunki og'ir yuk ko'targaningizda diz cho'kishni boshlab, ko'proq massa chiqib ketishi mumkin. Agar yuk ko'tarishda texnikasini oladigan bo'lsak, texnikasi umurtqangiz to'g'ri turishi kerak. Ya'ni egilgan holatda yuk ko'tarish bu umurtqa uchun o'ta nagruzkali holat. Maslahatim, cho'kkalab o'tirib, oddiy narsani olmoqchi bo'lsangiz ham cho'kkalab o'tirib olishni o'zizga odat qilib oling. Yuk ko'targanda ham xuddi shunaqa cho'kkalab o'tirib ko'tarsangiz, sizda umurtqangizga nagruzka kamroq tushadi, minimalniy, asosiy nagruzka oyog'ingizga tushadi. Agar siz egilib yuk ko'tarmoqchi bo'lsangiz, asosiy nagruzka beliga tushib, u sizda muammoyingizni ko'payishiga olib kelishi mumkin. Korset yoki belbog' taqish mushaklarni dangasa qilib qo'yadimi? Undan qachon va qancha vaqt foydalanish kerak? O'rinli savol. Korset qachon taqiladi? Operatsiyadan keyin rekomendatsiya beraman. 1 oy davomida korset taqish kerak, chunki disklarga tushadigan nagruzkani kamaytirish uchun. Korsetni umurtqasida listis deydi, umurtqa siljiganda korset taqib yurish ba'zida, agar yordam bersa bemorga, korset taqib yurishni tavsiya qilaman. Lekin uzoq vaqt korset taqish mumkin emas. Odatda 1 oyga rekomendatsiya beraman. 1 oydan keyin korset kerak emas, gimnastika qilib yuraveradi. Uzoq vaqt korset taqib yursa nima bo'ladi? Bel mushaklari yetarli ishlamaydi, u funksiyasini yo'qotishni boshlaydi. Keyin korsetsiz yurolmaydigan bo'lib qoladi insonlar. Bu o'ta achinarli holatga olib kelishi mumkin. Ya'ni belda mushaklari o'lgani qaytib orqaga tiklanmaydi. Maslahatim, uzoq vaqt korset taqish sog'liq uchun yaxshi emas. Keyingi savolimiz: mashqlarni mustaqil o'rganish xavflimi? Nima uchun professional reabilitolog yoki fizioterapevt nazorati muhim? Bu juda muhim, professional yondashuv. Chunki hamma inson ham qanaqa mashqni to'g'ri bajarishni hamma ham bilmaydi. Bilgan insonlar o'zi qilishi mumkin. Bilmagan insonlarga tavsiya mutaxassis bilan birgalikda qilish kerak. Chunki ular sizga qaysi mashqlar umurtqangizga nagruzka tushirishini, ko'proq bosim berishini bilishadi. O'shaning uchun ham sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Umurtqa cho'zuvchi maxsus apparatlar, inversion stol va boshqalar qanchalik samara va xavfsiz? Rosa ko'p bemorlarda bor, bir xillar sotib olgan inversion stollarni. Bu inversion stol sizning grijangizga unaqa foydali narsa emas. Ya'ni bu rastyashka uchun. Sizda muammo grija emas, umurtqangizda mushaklari qotib qolgan, svyaskalari qotib qolgan. O'shalarni cho'zish, o'zini holatiga keltirish uchun yordam berishi mumkin. Agar sizda umurtqangiz bilan bog'liq muammo bo'lsa, maslahatim buni qilish kerak emas. Chunki sizda u muammoingizni hal qilmaydi, naborot muammo yana qo'shib berishi mumkin. Chunki oyoqdan osilganda, tepada aytib o'tib ketdim, umurtqa cho'zilganda sizda umurtqangizda o'sha grija bo'lsa, yirtilgan joy yana ham ochilishni boshlaydi ko'proq. Qaytib orqaga tushganingizda davleniyani hisobida grija ko'proq chiqib ketishi mumkin. Bunaqa holat rosa ko'p bemorlar keladi.
stolga osiluvdim yoki belimni cho'zdiruvdim, muammom ko'payib ketdi, og'rig'im kuchayib ketdi deb bu bekorga emas. Ya'ni ko'proq massa tashqariga chiqib keladi. Ya'ni diskda fibrozli kapsulalarni kattaroq yirtilishiga olib keladi. MRT natijasi bemorning ahvolini 100% aks ettiradimi? Bu juda man yoqtirgan savollardan bittasi. MRT xulosasini pastida yozib qo'yadi. Hammasida emas, ko'pchiligida yozilgan. Bu xulosa diagnoz emas deb. Bizda insonlar MRT bilan ba'zida keladi, menga xulosasini beradi. Xulosa hech narsani hal qilmaydi. Bu diagnoz emas. U vrach uchun ham yozilmaydi, bemor uchun ham yozilmaydi. Xullas, hech narsani hal qiladigan narsa emas. Unda yozilgan o'lchamlar ham hech narsani hal qilmaydi. Bu shablondan chiqadi. Radiolog shablondan o'zgartirdi, ba'zida ошибка bilan chiqib ketib qolishi mumkin. Bu degani siz unga ergashishingiz kerak emas, uni o'qishingiz ham kerak emas. Chunki bu kerakli ma'lumot emas. Asosiy ma'lumot diskda bo'ladi. Diskni mutaxassis o'zi ko'rib, sizda grija bormi, stenoz bormi, boshqa patologiya bormi, MRTga qarab diagnoz qo'yiladi. Bir marta operatsiya qildingizmi, endi qayta operatsiya qilishga to'g'ri keladi degan gap rostmi? Bir marta operatsiya qilindi, повторно yana operatsiya bo'ladi degan gap umuman noto'g'ri. Ya'ni повторно operatsiya bo'ladigan bemorlar ham bor-ku deyishingiz mumkin. Bor. Bunaqa bemorlar agar masalan manda ham bor, 3 marta, 4 marta operatsiya qilgan bemorlarim bor. Agar siz grijaga olib keladigan faktorni yo'qotmasangiz, yana qaytadan sizda grija chiqmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Vrachni vazifasi faqat operatsiyani xavfsiz o'tkazib berish. Operatsiyadan keyingi davr u bemorni qo'lidagi narsa. Reabilitatsiya, hayotini to'g'ri hayot tarzini yo'lga qo'yish, vez tashlash, sport bilan shug'ullanish, bu hammasi bemorga bog'liq bo'lgan narsalar. Agar siz shularni qilmasangiz, yana sizda повторно bo'lmaydi degani emas. Tuz yig'ilishi va grija bir-biriga to'g'rimi? Bu tuz yig'ilish degan narsa, bu unaqa diagnoz ham yo'q. Bu termin qayoqdan kelgan, qanaqa kelgan aniq bilmayman. Bu xalq orasida yuradigan termin tuz yig'ilish degani. Bu oddiy qaytadigan, sodda qaytadigan bo'lsa, bu ko'cha tili xolos. Meditsinada bunaqa tuz yig'ish degan narsa yo'q. Sovuq suvda cho'milish yoki sovuq qotish grijani keltirib chiqaradimi? Umuman aloqasi yo'q. Sovuq qotish, sovuq suvda cho'milish. Grijani keltirib chiqarmaydi bu. Aloqasi yo'q. Lekin sizda grija bo'lsa, sovuq suvda cho'milsangiz, sovuq qotsangiz, og'rig'ingizni ko'paytirishi mumkin. Chunki bunaqa sovuq holatda immun sistema pasayadi, yallig'lanish ko'payadi. Massaj grijani joyiga solib qo'yish mumkinmi? Bu yana bitta populyarniy savollardan bittasi. Bemorlar keladi, grijam chiqib ketgan ekan, grijam chiqib ketgan ekan deydi, massajistga bordim, orqasiga qaytib kirgizib yubordi deydi. Bu umuman nerealniy narsa. Uni internetdan o'qish kerak, ma'lumotlarni bilish kerak, grija qanaqa, qayerda joylashgan, massaj qanchalik darajada yordam beradi. Ba'zida yordam berishi mumkin. Belni cho'zganda, boshqa harakatlarda yengillik berib orqasiga qaytishi mumkin. Lekin bu massaj qilib grijani ichiga tiqib qo'ydim degan narsa, bu termin umuman noto'g'ri narsa. Agar og'riq o'tib ketsa, demak grija tuzalib ketdi deganimi? Agar sizda og'riq boshlandi, lecheniya bilan og'rig'ingiz o'tib ketdi, hech narsa bezovta qilmayapti, ya'ni og'riq ketdi, oyog'ingizda uvush yo'q, sezishda muammo yo'q, harakatida muammo yo'q, bu degani demak sizda hammasi yaxshi ketyapti degani. Agar faqat og'riq o'tib ketib, oyoqda uvush ko'paysa, kuch kamayadigan bo'lsa, sezish pasayadigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Ya'ni bu sizni ahvolingizni yomonlashyapti degani. To'g'ridan to'g'ri mutaxassisga murojaat qilib, muammoni tezroq hal qilish kerak. Grijasi bor ayollar homilador bo'lishi va tabiiy tug'ishi mumkin emasmi? Bunaqa bemorlar rosa ko'p, manda ham bir xillar bor, keladi. Homiladorlik planlashtirmoqchimiz, nima deysiz deb. Umurtqasida muammo bo'lsa, bunda birinchi uni hal qilib turib, keyin planlashtirish kerak. Homilador ayollar keladi umurtqasida grijasi bilan. Unaqa holatda nima qilish kerak? Unaqa holatda pakoy, chunki dori-kor qila olmaymiz, u homilaga ta'sir qiladi. Ya'ni bu tug'ish jarayoniga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir bor. Tug'ish jarayonida bunaqa bemorlar ham ko'p. Tug'ish vaqtida tuqqandan keyin oyoqda og'riq kuchayib ketgan, chunki tug'ruq kelgan vaqtida belni mushaklari qattiq siqilib, diskni davleniyasini oshiradi, disk cho'kadi, o'shani hisobida grija yirtib chiqishi ham mumkin. Bunaqa holatlar rosa ko'p bo'lgan. Og'riq roddomdan to'g'ri olib kelgan holatlari ham bo'lgan.
Sizda umurtqangiz bilan muammo bo'lsa, birinchi uni hal qilib turib, keyin homilador bo'lishingiz kerak. Agar homiladorlik vaqtida sizda grija aniqlanib qolsa, maslahatim tabiiy tug'ruqdan ko'ra kesilchak kesish bilan tuqqaningiz sizni sog'lig'ingiz uchun yaxshiroq. Rejasi bor odam uzoq safarlarga samolyot, poyezd, mashina qanday tayyorgarlik ko'rishi kerak? Rejasi bor insonlarga agar uzoq safarga chiqish kerak bo'lib qolsa, holatiga qarashsin. Agar sizda og'riqlaringiz unaqa ko'p qattiq kuchli bo'lmasa, og'ir narsa ko'tarmasangiz, noodatiy harakatlar qilmasangiz, o'tirish, borib kelsangiz bo'ladi. Agar sizda muammo bo'lib, o'sha yurishga qiynalyapsiz, og'riq kuchli bo'lsa, maslahatim bunaqa sayohatga chiqmagan yaxshiroq. Keyingi savolimiz, og'riq tufayli ijtimoiy hayotdan uzilib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Javobi oddiy, og'riqdan qutulish kerak, sababini aniqlash kerak, muammo nimada? Ko'plar og'rib qoldi, undan eshitadi, buni ukol ol, bu tabletkani ol deydi, bo'ldi, ichdi, tuzalmasa yana boshqasi aytganini qiladi. Unaqa qilib vaqtingizni yo'qotmasdan to'g'ri mutaxassisga uchrashing. Birinchi aniq sababini topish kerak og'riqni, shunga qarab lecheniya qilish osonroq bo'ladi. Smartfon va planshetlardan uzoq vaqt foydalanish bo'yin va bel grejasiga olib kelishi mumkinmi? Albatta. Chunki nega bugungi kunda bo'yin grejasi ko'payib ketayotgani sababi ham asosiy sabablardan bittasi shu. Ya'ni ko'proq telefonda egilib o'tirish. Bu bo'yin egib o'tirdingiz degani bo'yningizga 5 kilo yuk ilib qo'ydi degan bilan bir xil. Maslahatim YouTube'larga kirsangiz, telefondan qanaqa foydalanish roliklari bor. Ya'ni bo'yningiz to'g'ri ushlagan holatda telefondan foydalanishingiz mumkin. Kompyuterda ham xuddi shunaqa. Kompyuterda ham monitorini sal balandroq qilib turib, o'ziga udobni qilib foydalanganingiz sizni bo'yningiz bilan bog'liq muammolarni keyinchalik kelib chiqishini oldini oladi. Keyingi gruppa savollar bolalar va o'smirlardagi bel og'rig'i. Birinchi savol, nima uchun hozirgi o'smirlarda bel og'rig'i ko'p uchraydi? Bu har doim grejani anglatadimi? Odatda o'smirlarda umurtqani degeneratsiyasi deydi, ya'ni muammosi, ya'ni oziqlanishi bilan bog'liq muammolar, bu unaqa o'smirlarda uchramaydi. Og'riqni sababi asosiysi bu kam harakatlilik bo'lishi mumkin. Ko'proq kompyuterda o'tirish, ya'ni noto'g'ri o'tirish, noto'g'ri telefondan foydalanish, umuman bitta qilib aytganda noto'g'ri hayot tarzi bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bel og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda hayot tarzini to'g'irlash kerak va sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilamiz. Sport bilan professional shug'ullanadigan yosh sportchilarga grija xavfi qanday? Bemalol shug'ullansa bo'ladi. Professional sport bilan muammo bo'lmasa, agar sizda yoshlarda masalan og'ir atletika bilan shug'ullanayotganlar yoki boshqa sport bilan, agar sport vaqtida, trenirovka vaqtida sizda belda og'riqlar paydo bo'ldimi, to'g'ri mutaxassisga borib uchrashishingiz kerak, ya'ni muammo ko'paymasdan oldini olish kerak bo'ladi. Bolaning bel og'rig'iga qachon jiddiy e'tibor berish va shifokorga murojaat qilish kerak? Agar sizda bolangizda o'smirlarda asosan ostri og'riqlar bo'lsa, qaysidir harakatlar og'riqni kuchaytirayotgan bo'lsa, pakoyda og'riqlar yengilayotgan bo'lsa, maslahatim mutaxassisga uchrashish kerak. Chunki nagruzkani hisobida og'riqlar ko'payishi bu umurtqa bilan bog'liq qanaqadir muammoni boshlanganidan dalolat beradi. Mutaxassisga uchrashib, muammoni aniq yechimini ko'rish kerak. O'smirlik davridagi tez o'sish umurtqaga qanday ta'sir qiladi? Bu juda muhim savollardan bittasi. Ko'p ota-onalar bolasini olib keladi. Ya'ni asosan qiz bolalarda sal ertaroq boshlanadi, 11 yosh atrofida, o'g'il bolada 13-14 yosh atrofida, ya'ni jinsiy gormonlar aktivatsiya bo'layotgan vaqtida bo'y risk o'sishni boshlaydi. O'sha vaqtida umurtqada og'riq sezishi mumkin. Unaqa rosa ko'p ota-onalar olib kelgan, umurtqasi og'riyapti, ko'rib bering deb. Birinchi o'rinda MRT qilinadi. MRTda ko'riladi. Agar hech qanaqa muammo bo'lmasa, u xavotir oladigan narsa emas, vaqtinchalik o'tib ketadi. Gadjetlarga bog'liqlik va kam harakatlilik yosh avlodning umurtqa salomatligiga qanday tahdid solmoqda? Bu juda globalniy muammolardan bittasi. Chunki texnologiya bizni yana yalqoq qilib qo'yyapti, harakatimizni cheklab qo'yyapti, kamaytirib, bu umurtqa bilan bog'liq muammolarni o'sishiga olib kelyapti. Bu kelajak avlodga o'qitishimiz kerak, ya'ni gadjetlarga ishlatish kerak emas demoqchiman. To'g'ri ishlatish kerak. Uni ham ishlatish kerak, to'g'ri turmush tarzini ham yo'lga qo'yish kerak, shukabi bizni keyinchalik hayotimizda qanaqadir muammolar kelib chiqmasligi uchun. Keyingi qism savollar murakkab va kam uchraydigan holatlar.
ot dumi sindromi, ya'ni Cauda equina sindromi deydi. Nima va uning belgilari qanday? Nima uchun bu shoshilinch operatsiya talab qiladi? Cauda equina degani, agar sizda grija bo'lsa, sizda to'satdan peshob chiqarishda muammolar boshlanib qolsa, peshob chiqarolmay qolsangiz yoki peshob ushlab turolmay qolsangiz yoki oyoqdagi harakatlar butunlay yo'qolib qoladigan bo'lsa, qisman yo'qolib qoladigan bo'lsa, maslahatim zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Chunki bu nervlarni ildizini hammasini ezib turibdi degani. Agar tezroq operatsiya qilinmasa, nervlaringiz o'lib qoladigan bo'lsa, keyin operatsiya ham yordam bermasligi mumkin. Keyingi savol: grija umurtqadan tashqari qaysi a'zolarning kasalliklari bilan adashtirilishi mumkin, masalan buyrak ichaklari? Bu o'rinli savol. Ba'zi bemorlarda beli og'rib qolganda urologga borishadi. Pochkam og'rib qoldi deb, urolog o'z tarafdan ko'radi, umurtqasida buyrakda hech qanaqa muammo topolmaydi, menga jo'natishadi. Bunaqa holatlar rosa ko'p. Ko'rganda umurtqada ba'zida muammo bo'lishi mumkin, ba'zida muammo bo'lmasligi mumkin. Ikkala holatda ham muammoni yechimi bor. Ba'zi hollarda peshob bilan problema paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda ham urologga borishadi, peshobda muammo paydo bo'ldi deb. Urolog o'z tarafidan ko'radi, peshob chiqarish yo'llari buyrak bilan hech qanaqa muammo topolmagandan neyroxirurgga jo'natishi mumkin. MRTda ko'rganda grija chiqib kanalni yopib qo'ygan bo'ladi. Bu ostiga og'riq bermasligi mumkin ba'zida. O'sha peshob bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Sekvestrlangan grija nima va bu oddiy grijadan qanday xavfli? Xavfli, xavfsiz degan narsa yo'q. Sekvestr degani yetib oqib tushgan grijani sekvestr deyiladi. Sekvestr bo'lsa ham, sekvestrlanmagan bo'lsa ham, bu asosan bemorning simptomiga bog'liq. Bu sekvestrlangan, sekvestrlanmagan bu hech qanaqa davolash taktikasiga unaqa katta ahamiyatga ega narsa emas. Birinchi o'rinda bemorning holati. Ya'ni bemorning holatida qanaqa nevrologik muammoni ketyapti, shunga qarab davolash taktikasi aniqlanadi. Foraminal grija nima va nima uchun uni davolash qiyinroq hisoblanadi? Foraminal grija degani nerv chiqadigan yo'lga qarab grija chiqib keladi. Buni MRTning xulosasida hech kim yozib bermaydi. Mutaxassislarni hammasi ham ko'ra olmasligi mumkin. Chunki mana kecha bitta operatsiya qildik. Uni L4-L5 ta grija bor deb lecheniya qilishgan. Xulosada ham L4-L5 ta grija bergan, mutaxassislar ham L4-L5 ta grija bor deb lecheniya qilgan. Lekin muammo L4-L5 da emas, L3-L4da ekstraforaminalniy grija deydi. Ya'ni nerv chiqadigan yo'lga qarab grija chiqib kelgan. Uni bitta pastki o'rinda grija bor deb lecheniya qilgan, o'sha uchun ham lecheniya yordam bermagan. MRTda ko'rganda, klinika bilan solishtirganda bemorda tepa o'rinli grija bor, operatsiya qilindi, og'riqlari hammasi ketgan. Ya'ni buni har doim ham hamma ko'ra olmasligi mumkin. Bir nechta umurtqa disklarida bir vaqtning o'zida grija paydo bo'lishi mumkinmi? Bunday holatlarda davolash qanday olib boriladi? Mumkin. Bir vaqtda 3 ta, 4 ta, 5 tagacha muammo bo'lishi mumkin. Bir vaqtda hammasini bittada hal qilish mumkin. U bemorning holatiga qarab. Agar oyoqda kuch kamaygan, lecheniya yordam bermayotgan bo'lsa, bir vaqtda o'zida 5 ta, 6 tagacha bo'lgan grijani bemalol olib tashlasa bo'ladi, muammo emas. Bemorim bor, yaqinda kelib ketdilar, 1 oy bo'lgan. Ularda 9 ta joyda muammo bor. Umurtqaning 9 ta joydagi muammo hal qilingan. Oyoqlari ishlamasdi, o'sha oyoq hozir ishlashni boshlagan. Grija operatsiyadan keyingi retsidiv, ya'ni qaytalanish nima sababdan yuzaga keladi va uning oldini olish mumkinmi? Albatta oldini olish mumkin. Bu bemorda 100% hayot tarziga bog'liq. Asosan, ya'ni повторный qayta grija nima uchun kelib chiqadi? Bemor operatsiyadan keyin to'g'ri reabilitatsiya olib bormasa, ya'ni operatsiyadan keyin bemorni vrach tavsiyalariga amal qilmasa, sport bilan shug'ullanmasa, ortiqcha vazn bo'lsa, vazn tashlamasa, unda hech kim garantiya bermaydi, повторный grija bo'lmaydi deb. Agar vrachda aytganlariga to'g'ri ergashib borsa, grija bo'lish riskini pasaytiradi повторный. Grija fonida oyoqlarda kuchsizlik, uvishish, chumoli yurgan kabi hissiyotlar paydo bo'lsa nima qilish kerak? Grija fonida paydo bo'lishi mumkin bu ham. Bu degani nervingiz yaxshi oziqlana olmayapti degani, ya'ni tezroq operatsiya qilish kerak. Ko'p hollarda bu simptom stenoz deydi, ya'ni umurtqani kanalining torayishi. Kanal torayib qolsa, umurtqani kanali, o'shanda bunaqa holatlar kuzatiladi. Bu degani nerv trofikasi, ya'ni oziqlanishi buzilgan.
bunaqa holat uzoq davom etaversa nerv funksiyasini yo'qotishi mumkin. Bunaqa holatda optimalniy variant grijani olib tashlab, kanalni kengaytirib, nervlar uchun yetarli joy yasab berish kerak, ya'ni endoskopda operatsiya qilish kerak. Bo'yin grijasi bel grijasidan qanday farq qiladi va uning xavfsizlik darajasi qanday? Bo'yin grijasi joylashishiga bog'liq. Agar faqat nerv chiqadigan yo'lga joylashgan bo'lsa, u qo'lga og'riq beradi. Agar grija sentralniy deydi joylashgan bo'lsa, qo'lga chiqadigan nervlarni ezmasa og'riq bermaydi. Uni asosiy belgisi yurishdagi paxotkani o'zgarish. Agar sizda og'riq yo'q, lekin yurish pahotkangiz o'zgarayotgan bo'lsa, oyoqda, qo'llarda kuchi kamayib, uvishlar bo'lib, uzoq masofaga yurolmayotgan bo'lsangiz, bu bo'yinda muammo bor degani, ko'rish kerak. MRT qilib, MRTni ko'rgandan keyin hal qilinadi. Operatsiya qilish kerak, или operatsiya sizda og'risa bo'ladi. Qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Bu yerda faqat grija haqida yozilgan ekan. Hozir muammoda bemorlarning ko'pchiligida muammo asosan yoshi kattalarda stenoz deydi. Ortiqcha vazn, kam harakatlilik hisobidan umurtqa kanallari yopilib qolyapti. Buni grija bilan almashtirishadi. Ya'ni grija deb noto'g'ri lecheniya qilishyapti, noto'g'ri davolashyapti. Ko'p kelayotgan operatsiya qilayotgan bemorlarimni 50-60%dan ko'p qismida stenoz bor. Hammasi grija deb lecheniya qilingan, lekin MRTni ko'rganda hech qanaqa grija yo'q, umurtqa kanali torayib qolgan. Buni asosiy simptomi bemor uzoq masofaga yurolmaydi, qaddini tik tutib yurolmaydi, bitta joyda uzoq turolmaydi, beli og'rib qoladi, oyoqlarda uvish bor, oyoqda kuch kamaygan, 50-100 metr yurgandan keyin уже bitta egilib olishga majbur yoki joy qidiradi o'tirishga. Bunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, sizda bu stenozni belgilari, ya'ni kanalingiz ko'p qismi yopilib qolgan. Mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ya'ni bu holat sizda uzoq takrorlanadigan bo'lsa, yurish masofangiz kamayib, umuman yurolmay qolish ehtimoliniz ham bor. Ko'p bemorlar keladi, operatsiyadan qo'rqib, o'sha yurishga qiynalib qolgan, kimdir yordam bilan yuradigan bo'lib qolgan yoki nogironlar aravachasida qolib ketgan. Bunaqa holatda operatsiya qilinganidan yaxshi rezultat bo'lmasligi mumkin. Maslahatim shunaqa holatga tushmasdan oldinroq mutaxassisga murojaat qilish kerak. Kelajakdagi texnologiyalar va yondashuvlar, ya'ni sun'iy intellekt MRT natijalarini tahlil qilishda va davolash rejasini tuzishda shifokorlarga qanday yordam berishi mumkin? Bu hech kimga уже yangilik emas. Hamma уже bundan biladi. ChatGPTdan hamma foydalanyapti ko'pchilik. Sun'iy intellekt nimadan oladi? Sizga beradigan bilimlar hammasi ChatGPTdan so'rayotgan bo'lsangiz, u internetdagi bor bazadan olib sizga beradi. Ya'ni mutaxassis bilgan hamma narsani internetda yozilmagan. Chunki u mutaxassisning miyasida turadi. Mutaxassisning miyasi bilan sun'iy intellekt bog'lanmagan. Sizga podrobniy to'liq informatsiya beradigan. U internetdagi bor bazadagi narsani oladi, sizga beradi. Internetda 100% hamma narsa yozilmagan, faqat ключевой narsalar yozilgan, kerakli narsalar. To'liq ma'lumot yo'q internetda. Umurtqa bilan bog'liq mana bunaqa patologiya, mana bunaqa taktikasi bor degan optimal yechim yo'q internetda. Sizda bor ma'lumotni oladi, sizga beradi. Optimal yechimni har doim vrachda o'zi beradi. Kelajakda umurtqa disklarini almashtirish uchun qanday biokompozit materiallar ishlab chiqilmoqda? Bu sun'iy disklar allaqachon ishlab chiqarilgan, 3D printerlarda ishlab chiqarilyapti. Titanoviy disk vazifasini va funksiyasini bajaradigan. Kelajakda tendensiya qanaqa ketadi? Endoskop rivojlangan sari odamlar hozir ochiq operatsiyadan endoskopga o'tyapti. Mutaxassislar hammasi, chunki afzalliklari ko'proq. Oldin umurtqaga bolt quyib qotirishgan, disklarni almashtirishga harakat qilishgan. Endoskop kirib kelgandan keyin, ya'ni minimal invaziv deydi. Operatsiyalar yo'lga qo'yilgandan keyin hozir ya'ni odam dunyoqarash, ya'ni fikrlar o'zgaryapti. Maqsad umurtqani anatomik holatini maksimalni saqlash kerak. Chunki sizni umurtqangizga disk qo'ydi degani, bolt qo'ydi degani sizda muammongiz hal bo'ldi degani emas. U yana boshqa muammolarga sabab bo'lib kelmoqda. Buni hayot tarzi ko'rsatyapti. Hozir qarashlar, fikrlar o'zgaryapti. Asosiy maqsad umurtqani anatomik holatini buzmagan ma'qulroq. Ya'ni patologiya qayerda bo'lsa, o'sha patologiyani hal qilish kerak bo'ldi. Qolgan qismiga tegish kerak emas.
Grijani davolashda farmakologiyaning kelajagi qanday? Faqat og'riqni qoldiruvchi emas, balki diskni tiklovchi dorilar paydo bo'ladimi? Ko'plar savol beradi. Mana grija chiqib ketdi, massa yetib chiqib ketdi, olib tashladik uni. Bo'ldi, grijani diskni tiklaydigan biror narsa yozib bering yo nimadir tavsiya berasizmi deydi. Bunaqa narsa yo'q. Disk ichidagi o'lgan qismi o'ldi, ketdi. Qanaqadir dori yo'q uni o'rnini tiklaydigan. U bir marta beriladi. Agar uni yana optimal eski holatini xohlasangiz, u uchun boshqatdan tug'ilish kerak. Maqsad keyinchalik operatsiya qilindi, operatsiya qilinmadi, diskingizda muammo bor. Siz muammoni aniqladingiz, aniqlagan kundan boshlab keyingi asosiy maqsadingiz ichidagi qolgan sog' qismini, umurtqangiz qanaqa hozir bo'lsa, o'sha holatda saqlab qolishga harakat qilishingiz kerak, ya'ni bundan yomon bo'lib ketishini oldini olish uchun. Profilaktik tibbiyot kelajakda grijani butunlay yo'q qila oladimi? Qancha inson hayoti yaxshilangan sari umurtqa bilan bog'liq degenerativ muammolar ko'payib boraveradi. Hozir bizda nima ko'p, yashash tarzimiz noto'g'rilashib ketdi. Ya'ni umurtqa bilan bog'liq muammolar ko'payishining sababi bu ortiqcha vazn, kam harakatlilik, sog'liqqa yetarli e'tibor bermaslik. Bu hamma muammolarni keltirib chiqaryapti. Buni oldini olish mumkin. Agar siz to'g'ri turmush tarzini yo'lga qo'ysangiz, ortiqcha vazn qo'shmasangiz, sport bilan muntazam shug'ullansangiz, umurtqa bilan bog'liq muammo sizni bir umr ham qiynab bezovta qilmasligi mumkin. Agar shunaqa narsa xohlayotgan bo'lsangiz, hozirdan buni amalga oshirishni boshlang. Sog'liqni saqlash bu shifokorning vazifasimi yoki bemorning mas'uliyatimi? Bu juda o'rinli savol. Ba'zi bir bemorlar keladi. Operatsiya qilingan bemor, masalan, 1 yil, 2 yil o'tadi, og'rib qolsa, siz menga og'rimaydi deb aytuvdingiz, yo'q, keladi, ba'zi holatlar ham bor, shunaqa uchrab turadi-ku. Man hech qachon hech qaysi bemorga unaqa demayman, chunki u mani qo'limdagi narsa emas. Bemor operatsiya bo'ldi. Operatsiya qilib berish, operatsiyani xavfsiz o'tkazib berish mani qo'limda, lekin operatsiyadan keyingi davr bemor 100% hayot tarziga bog'liq narsa. Agar u hayot tarzini to'g'ri olib bormasa, unda yana qayta muammo paydo bo'lmaydi degani emas. Harakatda barakat iborasi grija misolida o'zini qanchalik oqlaydi? Ya'ni siz qancha harakat qilsangiz, aktiv hayot tarzi bilan shug'ullansangiz, sport bilan shug'ullansangiz, ortiqcha vazn qo'shmasangiz, o'z hayotingizga qayg'ursangiz, bu nafaqat umurtqangiz bilan bog'liq, balki boshqa organlar bilan bog'liq kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Sizningcha ideal shifokor bemor munosabati qanday bo'lishi kerak? Ideal holat qanaqa? Masalan, menga kelgan har bitta bemorni man o'zimni yaqinimdaqa qabul qilaman. Ya'ni o'zimni yaqinimda qanaqa munosabat bo'lsam, xuddi bemorga ham xuddi shunaqa munosabatda bo'laman. Bu bemorlarga ham yaxshi, chunki bemorlar ko'pchiligi o'zi shundoq ham kelganda qo'rqib keladi. Nima bo'larkan, operatsiya bo'larmikan, bez operatsiya davolasa bo'larmikan, operatsiya bo'lsa qanaqa bo'larkan, asorat bo'lmasmikan. Vrach tushuntira bila olishi kerak. Ya'ni operatsiyada hattoki o'ta xavfli bo'lganda ham tushuntirishni yo'li bor. Siz agar bemorga to'g'ri tushuntirsangiz, ya'ni hamma asoratlarini bo'lishini to'g'ri, ya'ni gapirish toni ham juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz bemorga to'g'ri tushuntirsangiz, bemor to'g'ri qabul qiladi. Bemorga to'g'ri tushuntirsa bo'ladi. Mana bunaqa muammo bor sizda. Muammoni yechimi mana bunaqa operatsiya qilish kerak. Operatsiyani endoskopda qilib, xavfsiz qilib amalga oshirsa bo'ladi. Operatsiya qilinmasa, holatingiz mana bunaqa bo'lishi mumkin. Operatsiya qilinsa, hozirgidan ko'ra yaxshiroq holatga erishasiz deb tushuntirsa, bemor to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Chunki buni o'z hayotimda rosa ko'p ko'raman. Hatto operatsiyaga qo'rqib, operatsiya qildirmayman degan bemorlarga ham to'g'ri tushuntirganda, agar qilinmasa qanaqa asoratlarga olib kelishini tushuntirganda, bemor qabul qilsa, o'zi rozi bo'ladi operatsiya qildirishga. Agar siz hozir bel og'rig'idan aziyat chekayotgan insonga bitta maslahat berish imkoniga ega bo'lsangiz, nima degan bo'lardingiz? Bitta maslahatim mani, birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imiz haqida qayg'urish kerak. Agar sog'liq bo'lmasa, boshqa hech narsaga erishib bo'lmaydi. Sog'liqni birinchi o'rinda qo'yib, muntazam sport bilan shug'ullanish kerak, ortiqcha vazn qo'shish kerak emas. Biz o'rnak bo'la olsak, u qolganlar ham bizga qarab harakat qilsa, shunda sog'liq bilan bog'liq muammolarni ancha kamaytirgan bo'lamiz. Bel grijasi bilan to'laqonli va baxtli hayot kechirish mumkinmi? Buning siri nimada? Ko'pchilik o'ylaydi, bo'ldi, grija deb qo'ydimi, bo'ldi, ketdi. Rosa ko'pchilik bemorlar ko'rganman, bo'ldi, hayot tugadi u uchun.
Hozirgacha mana 4 mingta operatsiya qilgan bo'lsak, Xudoga shukur, bemorlarimiz hammasi yaxshi yuribdi. Hatto operatsiya qilgan bemorlarimiz stroykada ishlab yuribdi. Og'ir mehnat bilan shug'ullanyapti. Professionalniy futbol bilan shug'ullanayotgan bemorlarim bor. Professionalniy futbolda ishlayotgan murabbiylar bor operatsiya qilib berganim. Bundan ko'rinib turibdiki, kirjani bo'ldingiz, bu degani sizda hayot tugadi degani emas. Muammoni yechimi bor, aniq yechimi. Muammoni yechimi qilinsa, keyin hayot tarzini to'g'ri olib borsangiz, oldingi hayot tarzida bemalol yursangiz bo'ladi. Agar sizda ham grija bo'lib, shunaqa qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, maslahatim buni o'zgartirish kerak. Buni yechimi bor har doim. Yechimini qilish kerak va oldingi hayot tarzida davom ettirishingiz mumkin. Xulosa qilib nima demoqchiman? Kelgan savollarga qisqa bo'lsam, ya'ni insonlarga yetarli bo'ladi degan informatsiyalar berdim deb o'ylayman. Agar sizda yana qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali jo'natishingiz mumkin. Xulosa shundaki, o'z turmush tarzingizni to'g'rilang. Agar siz turmush tarzingizni to'g'rilamasangiz, hayot tarzingizda siz aktiv hayot tarziga o'tmasangiz, umurtqangiz bilan bog'liq muammo yoshingiz o'tgan sari ko'payishi mumkin. Maslahatim, sport bilan muntazam shug'ullaning.